2024 yillik Oskar mukofotiga Gantesha oxiri erishdi. Lekin bu vaqtdagi Chauloboto tanlaning erishgini hargizmi Tony Stark obrazi biz bildigan Polat Palvan obrazi emasga. Buni bilan qilch munosabatsiz. Ya'ni buni erishgini bo'lsa, Oppenheimer degan kinosi balki nurg'unlar ko'rib baxmagan bo'lishi mumkin. Bu nayt bir yashangan xeyr odamning obrazini yaratgan. Endi buning Marvel dunyosiga 10 yillik ajri Oskar mukofotini oldida ish nimga arzimaydi ekan. Bilimiz hamda bu yerda Tony Stark obrazlar bu yaqin 10 yilda yaqin darajadan tashqari palvonlar obrazidagi bir eng yuqori palini yaratayotgan. Endi buning baş Tony Stark obrazini yaratish jarayoni qarsak, buning yangilikları ajoyib ustun. Har bir qarashlari, ko'zdagi yanshonsi, har bir harakatlari u bilanlar Night bir beyz bir obrazını qo'yganimiz obrazi ham night aqlli bir shunday odamning obrazini yaratgan. Shaxsan men intayin yoqtirman. Biroq endi Oskar mukofotlarining nazarida bu yerda darajadan tashqari palvonlarning bundaq Marvelning kinolari bir odatli kino deb qaraydigan. Chunki uning ko'rmanlari bakchiqga bo'libmi balalar bilan yoshlar. Oskar mukofotining nazarida bundaq kinolarga bir arzimaydi ekan. Endi bu yerda Chauloboto butkul kinochilik hayotida 3 qitim Oskar mukofoti nomzodi atalgan 2024 yilda rasmiy erishibdi. Endi bu nomga bir ismi otilishmi Bəxçon işgəci o bulağına nisbətən ismi ataldı, dismi bulağının kirgenleri belet başı, kirimi örülüp manına xopçılğan Bəxçon abroyluk işgə bu. Erişənməğən təqdirdi mi? Çox bir şan şərəfgə. Ama 2024 yılı bu mükafat erişdik bu yaratqan obraz tarixdə ötken bir həqiqi adamkən. Endi muşunun obrazını, şunun qaldırğan xatırları, tarixi bayan o boyunca kişilərin hazırkə, madem mandaqkən toxtab, nayt oxuşdup yaxşı yartalğan, yaxşı doğrab, yani Tony Stark üzünün obrazını unutub qilib, yeni bir obrazını nayt yaxşı doğrab, muvaffaq yartalğan deb, şunun üçün biribdi bu yerdə Oskar. Yani Oscar'ın nazarda bu Chauloboto'nun yaratgan Tony Stark obrazı bu qiyinlik dərsi bəkdə o bütünlüy yüzünü yarattı. Əslində bir yox obrazı faqat yüzünün xarakterini işte xoa-xoa poç bu altın əkribla muşunda qılğan deb qaraydı ki bular. Endi Oskar mukofoti taqdirlib hozir 96 yil o'tdi. Bu jarayonda darajadan tashqari qahramonlarning hech qaysi erishib baxmabdi. Bundaq kinoga chiqganlar Oskar mukofotiga erishib baxmabdi. Buning ichida erishganda faqat İslam'daki. Bunun birisi şişilaysı rolagan konu Joker obrazı Şaparan Palman'daki. Ani ikinci birisi mi Joaquin Phoenix'ın obrazdaki yeni şu Joker obrazı. Kızım ki İkilisi o'xshash bir obrazga berilgan Joker obraziga, ikilisi bir salbiy obrazga berilgan. Ya'ni salbiy bosh qahramonga, salbiy darajadan tashqari palvonga. Lekin uningdan boshqa biz bilgan o'sha Paran palvon, Chaurin, Ömchik palvon, Gantesha mayb undaqlarning hech qaysi erishib baxmabdi buning Oskar mukofotiga. Bu Oskar mukofoti taqdish bağlıqçılarning nazarida bu bir odat kishkalki ma Jokerning obrazini ham nim bo'lib tanladi. Men bilmadim, lekin Oskar mukofotiga birdan-bir erishib baxgan salbiy personaj, salbiy obraz ma Jokerning shiqitini erishgan. Undan sonra sizler de bakınlar. Hakikaten bu yerdə Marvel dünyasındaki Gantesha obrazı, işinimge erzimaydigan darajadan tashqari palvon obrazı, shunday obraz muslatcha.